Gugurt bilan shou qilsa bo'ladimi? Biz qilmoqchimiz. Esingizda bo'lsa, Matiz bilan katta shou qilgan edik. Cho'lda 7 kun yashagan edik. Bizda keyingi shou Gugurt shou. Qanaqa bo'ladi aka? Xullas biz Toshkentdan Gugurt bilan chiqib ketamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab aylanib kelamiz. Har bitta viloyatda buni qiymatiga kattaroq narsaga almashtiramiz. Masalan, deylik, Xorazmga bordik. Xorazm buni iPhone 8 ga almashtirdi. Keyingi viloyat balkim Matizga almashib yurar. Balkim. Xullas, maqsad nima? Gugurt Toshkentdan chiqib ketib, nima bo'lib qaytib keladi? Mana mana shu qiziq. O'tgan safar Vohadan boshladik. Qaysi viloyatdan boshlaylik? Umuman, Vodiydanmi yoki Vohadanmi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. O'sha yerdan boshlaymiz va tez kunda yo'lga chiqib ketamiz. Ishonaveringlar, bunisi hammasidan zo'r bo'ladi. Chunki menmi aka alamim bor, shartlarim bor sizga dedi. Jarmdor yeganingizni eslang. Jizzaxdan tepadan sakraganingizni esla. Bo'l. Bu gal yomon bo'ladi. Xo'p, kommentariyaga yozib qoldiringlar, qaysi viloyatdan boshlaganimiz ma'qul. Siz nimaga almashgan bo'lardingiz? Yoningizga o'zimiz boramiz. Almashgan odamlarni videomizda olib chiqamizmi? Конечно, post qilib qo'yamiz.